maktabni ham bitiramiz. Shuncha yildan beri senga bitta narsani aytgim keladi. Nima ekan, aka? Nima desam ekan? Shahnoz bilasanmi? Yaxshisi o'zing o'qib olgin. Rustam, men sen juda ham hurmat qilaman. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Birim-ketim kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim, ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin.
anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. 9-sinf o'quvchilari, Yorug'likka qara. mana bugun 9-sinf o'quvchilarining bitirish oqshomida o'tiribmiz. Davrani ochishga ruxsat berishlarini so'rayman. Ochamizmi? Rahmat. Hozir sizlarni tabriklash uchun maktabimiz direktori o'rtoq Formanovga so'z beramiz. Formanovga so'z berishdan oldin davramizni boshlovchi raisini sizlarga tanishtirib qo'yay, rais vakili. Mana shu akamiz bugun davrani chiroyli qilib o'tkazib beradi. Bir qarsak bo'lsin. Ochib ketaman. Marhamat rais bu. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Aziz ustoz domlalar, aziz sinfdoshlar, sizlarni ruxsatinglar bilan davramizni boshlaymiz. Bugungi tarona, bugungi tilak sinfdoshlari baxtiga taralgan navo. Quvonchdan etkib ketadi yurak. Bitiruv oqshomiga do'stlar marhabo. Salom sizga qalbi quyoshlari. Salom sizga ey aziz yoshlari. Salom sizga qalami qoshlari. G'am ko'rmasin bu aziz boshlari. Salom deyman, shod bo'ling do'stlari. Salom deyman chaqnog'i ko'zlari. Salom deyman yorishsin yuzlari. Siz uchun aytiladi bugun eng yaxshi niyati tilaklari, eng shirin so'zlari. Bizni mana kamera va mikrofonlarimiz Qashqadaryo vohasi, So'lim, Yakkabog' tumani, Go'zal Sovuqbuloq qishlog'i Alloh nazari tushgan xonadonlardan biri Bahrom akamiz xonadonida o'rnatilgan. Mana bugun erta azondan o'zgacha shukuh, o'zgacha tantana, o'zgacha quvonch hukm surmoqda. Chunki bugun 9-maktabni a'lo baholarida o'qib tugatayotgan ukajonlarimiz, singiljonlarimizni bitiruv oqshomlari. Men avvalambor o'zim nomimdan, qolaversa mana shu yerda yig'ilgan san'atkorlar nomidan, qolaversa ustoz domlalarimiz nomidan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Ularga ilk hayotga qo'ygan qadamlari qutlug' kelsin. Kamida baxtdan qasr quradigan, minglab do'st orttiradigan, baxtdan qasr quradigan, umr asr ko'radigan pahlavon, mard, jasur yigitlar, go'zal, lobar, barchinoy qizlar bo'lsin. El koriga yaraydigan ajoyib yigitlar, ajoyib qizlar bo'lishini Allohdan talab qolaman. Ularga hamisha omad yori, Alloh madadkori bo'lsin. Mana bugun dasturxonimiz to'kindan to'liq. Niyat va tilaklar ulug'dan ulug'. Bosgan qadamlar ham xayrli, qutlug'. Bitiruv oqshomiga do'stlar marhabo. Fayzli dasturxonimizga do'stlar marhabo deymizda, nozi ne'matlar bilan to'kin dasturxonimizni, bugungi bitiruv oqshomimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Marhamat, aziz ustoz domlalar, aziz sinfdoshlar, qalamqoshlar, mana sizlarning oldiga qo'yilgan nozi ne'matlardan bemalol tanovul qilib, nonlarni ushatib, shishalarni bo'shatib, sharofu bollardan olib olishib, dunyo dardlaridan forig' bo'lib, bir piyola choy ustida shirin suhbatlardan, qolaversa maktab davrida o'tgan shirin kunlardan eslashib, bahramand bo'lasiz degan umiddamiz. Qolaversa mana bugungi oqshomimizga bir guruh san'at ahli, san'atkorlarimiz qadam ranjida etishgan. Mana shu elning farzandi, o'zining sho'x shodon qo'shiqlari bilan xalqimiz ko'nglidan joy olib borayotgan. Bir necha bor ko'rik tanlovlari g'olibi, shirin nafas sohibi gul, ovozi bulbul san'atkorimiz Sardorjon Sultonov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimiz sizlarning xizmatingizda. Qolaversa mana bugungi bitiruv oqshomimizni bir umrga esalik qolib ketish uchun muhrlaydi video muhandis ukalarimiz Anvarjon, Jamoljon, Dilshodjon, Shavkatjon studiyasi. Tasviri asli bir mo'jiza. U bir tariq xizmati molik, inson uchun bebaho nodir bitiruv oqshomi qolir esalik. Keling aziz yoshlar, muhtaram do'stlar, aziz ustoz domlalar, sizlarga yana bir bora xush kayfiyat, yoqimli ishtahalar tilab qolaman. Keling men davramizga kamoli ehtirom ila mikrofon qarshisiga mana shu 9-maktabni direktori Formonov Ishboy domlamizni chiroyli qarsaylar bilan, guldiroz qarsaylar bilan davramizga
qarshi olamiz. Tabarruk zotlar ham garchand ko'p erori. Sizga doğru ilk rahmat aziz insonlari, munis muallimlari, aziz ustozlari. Xush kelibsiz domlajon. Marhamat. Avvalambor so'z berganingiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va hamkasbdoshlar. Mana bugun sababchisi bo'lgan bitiruvchi 9-sinflarning bitirish oqshomida o'tirgan ekanmiz. Mana shu bitirish oqshomi xayrli bo'lsin. Doimo mana shunday bitirish oqshomlarini bir nechtasini o'tkazaversin. Ularni kelajakdagi ishlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Kelajakda mana shu mustaqil O'zbekistonimizning yetukli kadrlari bo'lib yetishishiga tilak boshlayman. Bundan keyingi bularda hozir oldida turgan akademik litsey, kasb-hunar kollejlariga va bularning bitirib oliygohlarga kirishiga talab qilaman. Mana shu o'quvchilarimiz mana shu o'lkamizdagi yoki vatanimizdagi eng asosiy xizmat qilayotgan yetukli kasb egalari bo'lishini tilakdoshimiz. Ularga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Doim bular mana shunday bitirish kechalarini o'tkazaversin. Doimo oldidagi chiroqlari ulkan yonib turaversin. Hech qachon bular chalinmasin. Yurtimizning yaxshi farzandlari bo'lib yetishi tilakdoshman. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Keling, aziz mehmonlar, muhtaram do'stlar, aziz domlajonlari, guldiroz qarisaylar bitiruvchi qalam qoshlarini davramizga chorlaymiz A sinfni, izidan B sinfni. Rahmat Sadirjon. Bitim oqshomlari muborak bo'lsin. Qarsaylar bilan kutuqlarni qarshi olamiz. Yashaylar. Marhamat, aziz yoshlarimiz joylarimizga kelib boramiz. Sohibi gul, ovozi buldul san'atkorimiz Sardarjon Sultonovni guldiroz qarsagilar bilan qarshi olamiz. Bugun jaraylasin sozanda sozi, osmonni to'ldirsin qo'shiq parvozi, to'rt tarafga taralsin bitiruv oqshomining ovozi, quloqlar ostidan bir darak bo'lsin. Aziz ukajonlari, singiljonlari, bitiruv oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Oq yo'l deymiz sizlarga. Marhamat, xush kelibsiz Sardarjon, marhamat. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Bitiruvchi yoshlarni oldindagi o'qishlariga omad, ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Barcha mehmonlarga, bitiruvchi yoshlarga omadlar tilaymiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
seni yaxshi ko'raveraman yorim jonim o'zim yoningga qaytmayman shu so'nggi so'zim. Barcha mehmonlarga, sardorlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar.
islom. Qancha ilmi bor, adabi bor dunyoda ayting. Bu maktabdan chiqibdir ko'p bor. Keling, aziz sirdoshlar, qalamqoshlar, aziz so'zdomlalar, ana davramizni ko'tarinki ruhda a'lo kayfiyatda boshlab oldik. Mana bugungi oqshomimizga hurmatli, qadami qutlug' aziz ustoz domlalarimiz, ana yoshlarimiz, ota-onalar qadam ranjida etishgan. Keling, yaxshi niyatli tilaklardan so'ng so'zlarini so'zlarga yo'lab kamoliy ehtirom ila davramizga 9-maktab zovichi Husaynov ana Guldiroz qarsaylar bilan davramizga chorlaymiz. Bu kishidan chiroyli tilaklarni, orzu-umidlarini eshitib qolamiz. Oltin olma, duo ol. Duo oltin emas bu. Ustozlaring so'zlari do'ru gavhar emas bu. Xush kelibsiz o'g'lijon. Marhamat. Assalomu alaykum davra ahli, aziz bitiruvchilar. Mana bugun bitiruv oqshomi ekan. Mana shu fursatdan foydalanib sizlarni mana shu bitiruv oqshomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringga sog'lik, omonlik tilayman. Bundan keyingi mana kasb hunar kalizlariga topshirib, hammalaring kalizlarni bitirib, aloqalar bilan xuddi maktabdagidek oliy o'quv yurtlariga kirishlaringni men istab qolaman. Hammalaringga sog'lik, omonlik, yaxshi bo'linglar. Rahmat domlajon. To'kildiroq qarsaylarni aylaysizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Davramiz davom etadi, muhtaram do'stlar. Keling davramizga aziz yoshlarimizni, sinfdosh go'jonlarimizni davramizga taklif etamiz. Sinfdan Madinaxon Mansurjonni Guldiroz qarsaylar bilan davramizga chorlaymiz. Ulardan shirin kalom Madinaxon Mansurjon. Kelinglar. Zehni o'tkir eting, siz ijodkor do'stlaring. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz ota-onalar, ustozlar va bitiruvchi yoshlar. Mana bugun 9-sinflar o'rtasida bitirish kecha bo'lyapti ekan. Ularga uzoq umr tilayman va O'zbekistonda yaxshi kasb joylardan topib, O'zbekistonga xizmat qiladigan yigit-qizlar yetishib chiqsin. Rahmat akajon, sog' bo'ling, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Nur taratar oydek yuzi, chaqnab turar charos ko'zi, jon oladi kulguvchlari, so'z aytganda o'zbek qizi. Marhamat singiljon. Assalomu alaykum tengdoshlarim hamda o'qituvchilarim, sizlarni mana shu bitirishgacha bilan tabriklayman. Rahmat singiljon, to'xtanglar. Savol javoblarimiz bor yoshlarimizga. Agar savol javoblarimizni javob bersalaring yaxshi. Javob bera olmasalaring yana savollarimiz bor, shuni bajarasizlar. Sizlarga oddiygina savol. 6 tasi ba deydi, bittasi may deydi. Nima edi bu? Yo'q, 6 tasi ba deydi, bittasi ma deydi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Jim, ana opajonlarimiz topdi. Dono, zakovatli, bilimdon yoshlarimizga savollarimiz. Marhamat. Jim, sizga ishtirok savollarimiz. 50 marta o'tirib turasiz. O'rtaga o'tasiz. Chiroyli qarsaylar bilan yoshlar qo'llab turasiz. Qani boshladik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qozonda. Nima edi? Optur batirlar. O'ylang. Tamam. Donozaga kelib chiqishi mumkin. Ovozasi azonda, mazzasi bor qozonda. Osh. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Oshda ovozasi azonda bo'ladimi? Ovozasi azonda, mazzasi bor qozonda. Qani savollarimizga javob beradigan bilimdon yoshlarimiz, marhamat singiljon, keling davramizga. Chiroyli qarsaylar bilan kutib olamiz singiljonimizni. Marhamat. Marhamat. Bu sumalak emasmi? Siz
Yo'q, sumarak emas. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Dono, bilimdon, zakovatli yoshlarimiz. Bormi? Singiljonim, sizga qanaqa savol bersam bo'lar ekan? Savolni topa olmaysiz javobni. Savol bermang. Bo'ldi. Bir baqir suvni sipib chiqasiz. Ana sizga osongina savol. To'xtang, bu yoqqa keling. Bir baqir suvni olasizda, davraga suv sipib chiqasiz. Davramiz davom etadi. Muhtaram do'stlar, davramizga kamoli ehtirom bilan taklif etaman. Bir sinfdan Shodiyaxonni, G'iyosjonni. Marhamat. Chiroyli qarsaklar bilan kutib olamiz davramizga, chiroyli tilaklarini eshitib qolamiz. Kelinglar davramizga. Davomlashinglar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda bitiruvchi yoshlar. Sizlarni bugungi bitiruv oqshomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarni kelgusi ishlaringizga omadlar tilab qolaman. Rahmat so'z bergan. Rahmat, salomat bo'ling. G'iyosjon bor bilan. Kel ukam. Marhamat. Tirakdan orzu etishimiz. Qo'ysizmi? Yuradi ikkisin mana. Yurabijan kelib daramizga taklif etamiz chiroyli qarsaklar bilan. Do'stim agar nozu ne'mat ustida lof ursa do'stimsan aziz mehribon. Do'st udur do'stiga cho'zadi qo'lini, do'sti bo'lganda ham nochori, notavon. Chiroyli qarsaklar bilan qarshi olamiz, chiroyli tilaklarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan mehmonlar va bizlarlar. Hamda o'quvchilar, domlalar. Mana bugun Vilnius kechalarimizning sababchilari bo'lmoq. O'quvchilar, sizlarga omad, baxt, saodat tilab qolaman. Bor ekan-ku. Kelgusi ishlaringizga rivojlar tilab qolaman. Rahmat, chiroyli tilaklarga chiroyli qarsak tutay. Yo'qqa keling. Savollarimiz bor ukam. Jo'na boryapsiz-ku? Pulini to'lamay o'ting bu yoqqa. Sizga oddiy savol. Yomg'ir yog'ayapti. Qarg'a qaysi daraxtga qo'nadi? Yong'oqqami, shaftoligami, zardoligami, terakami? Yong'oqqa. Oh. Oddiy javobda, yong'oqqa deydi. Yong'oq tashkiloti qarg'a. Yaxshilab o'ylab ko'ring. O'ylab javob qiling. Siz javob berasiz, sizga javob bor hali, o'zingiz savolingiz bor. Marhamat. Bo'lmaydi diyor. Uyga ketadi, tashlab. Bir daraxtga. Ana shu balaga bitta chiroyli qarsak olasizlar. Kelajagi bor bola. Rahmat, salomat bo'ling. Bor ukam. Yaxshilab o'qing. Sizga oddiy savol. Siz savdo xodimisiz. Sizga bir oddiy savdo xodimi bu gazdagi xaridor keldida, menga bir juft jilob bering. Desa, jilob berasizmi? Nima qilasiz? Marhamat. Hali puxtalga tushganim. Olga tushgansiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Jilob o yig'lab berish emas. Mana opalarimiz, akaxonlarimiz o'tiribdi, amakilarimiz o'tiribdi. Buni biladi. Jilob, yaxshilab o'ylab ko'ring. Oldin ota-bobolarimiz jilob degan. Hozir nima edi opa? Hay yashang, rahmat. Farzandlaringiz orzu kamolini ko'ring. Ko'rdingizmi? Siz qanaqa savol bersak ekan sizga? Nima qilib bersin yoshlar? O'ynab bersin, ha? Chiroyli muzikalar bilan iltimos qilamiz Sardorjon. O'ynab beradilar, chiroyli muzikalar bilan. Sho'x-sho'x odam qo'shiqlar. Qarsak cholib turasizlar, qo'llab turasizlar. O'rtaga o'tasiz, marhamat. Hey yashanglar yoshlar. Hop! Yashang. Qo'sh kelmang. Hop! Hoppa!
Sağ olun. Ve sınıftan Nuribekjon Zeybaxonni. Rahmat, chiroyli qarsaklar bilan qarshi olamiz. Chiroyli tilaklarni, orzu-umidlarni eshitamiz. Kelinglar davramizga marhamat. Chiroyli tilak. Assalomu alaykum aziz ustozlar va o'quvchilar. Mana bugun 9-sinf bitiruvchilarini bitirish kechasi bo'layotgan ekan. Shu sababdan foydalanib hozir men barcha sinfdoshlarimizga omad tilayman kelajakdagi ishlarga. Yana fursatdan foydalanib ustozlarimizdan agar darslardan qochib agar xafa qilib qo'ygan bo'lsak uzr so'rayman. Rahmat. Yashang, salomat bo'ling. Intikib ketdingiz a? Qaysi domlazni yaxshi ko'rasiz? Hammasini. Qaysini yomon ko'rasiz? Hammasini, ha? Hech qaysini. Qaysini? Yashang, omon bo'ling. Keling singiljon. Chiroyli tilaklar eshitamiz singiljonlarimizdan. Guldek nozli bola, sadoqatli xayoli, mumtoz ko'ydek navoli, Yakkabog'ning qizlari. Ko'rinishi farishta, uy tutadi sarishta, mohirdir har bir ishda, domo Yakkabog' qizlari. Marhamat singiljon. Assalomu alaykum aziz ona-otalar hamda ustozlar. Bugun 9-sinf bitiruvchilarini hammasiga baxt va omad tilayman. Doimo sog' salomat bo'lib yursin. Rahmat. Yo'llaymiz. Kitob so'zining ma'nosi. Bilmadim. Bilmasangiz savollarimizga javob bera olmagan bo'lsangiz ishtirok sizga. 20 ta anjumani qilasiz. Chiroyli qarsaklar bilan qo'llaymiz. Yaxshilab o'qish kerak maktabda. Barcha men o'qamiz. Молодец. 4 5 6